Qalbingiz haqiqatan ham pokmi? Yoki faqat ko'rinish shundaymi? Bugun odamlar tashqi go'zallikka, boylikka, obro'ga yugurmoqda. Lekin eng muhim narsa qalb iffati sekin-asta unutilib bormoqda. Agar qalb toza bo'lsa, insonning hech bir amali uni qutqara olmaydi. Nuriya Chelenning Qalb iffati kitobi aynan shu haqiqatni ochib beradi. Bu oddiy kitob emas, bu sizni ichingiz bilan yuzlashtiradigan oynadir. Bu asarda siz Allohga nazr qilingan Maryam onamizning pok fikrlari, iffat va qalb tozaligi haqidagi chuqur suhbatlar va eng muhimi o'zingizni anglash yo'lini topasiz. Bu video sizni bezovta qilishi mumkin, chunki u sizni boshqalarga emas, o'zingizga qarashga majbur qiladi. Hikoya Hanna onamiz va uning turmush o'rtog'i Imron bilan boshlanadi. Ular uzoq vaqt farzandli bo'la olishmagan edi. Tunlar ular uchun oddiy tun emasdi. U tunlar ko'z yosh, sukut va duolar bilan o'tardi. Ular Allohdan bitta farzand so'rashardi. Shunchaki farzand emas, yaxshi, pok, solih farzand. Nihoyat Alloh ularning duosini ijobat qildi. Hanna homilador bo'ldi. Lekin bu homila oddiy homila emas edi. Asarda bu holat juda chuqur ma'noda tasvirlanadi. Homila Allohning Hay ismi ila yuklangan ilohiy sir. Shuning uchun Hanna homiladorligini hammadan yashirishga harakat qiladi. U bilar edi, ilohiy sir qancha yashirilsa, shuncha e'zozli bo'ladi. U har kuni farzandi uchun duo qilar, ayniqsa uning iffatli, odobli va pokiza bo'lishini so'rardi. Hanna farzandini hali tug'ilmasidan turib Baytul Maqdisga nazr qiladi. Ya'ni bu farzandni Alloh yo'liga bag'ishlashni niyat qiladi. Ammo odamlarchi? Odamlar har doimgidek sukut qilmaydi. Qo'shnilar orasida piching, shivirlash, gumonlar boshlanadi. Kimdir Masih bir bokiradan tug'iladi deydi, yana kimdir keksa ayol va choldan shunday farzand bo'ladimi deya gap tarqatdi. El og'ziga gap oxiri podshohgacha yetib boradi. Bu mishmishlar hali bosilmay turib Imron vafot etadi. Farzand dunyoga kelish arafasida Hanna eng katta suyanchig'idan ayriladi. Keyin esa farzand tug'iladi. Hanna o'g'il kutgan edi. Chunki Baytul Maqdisga xizmatga odatda o'g'il bolalar taqdim qilinardi. Lekin tug'ilgan farzand qiz edi. Bu qizning ismi Maryam bo'ldi. Asarda bu joy juda ta'sirli. Hanna avval o'g'il uchun tanlagan niyatlari amalga oshmay qolgandek tuyuladi. Ammo Allohning taqdiri inson rejasidan ulug'roq edi. U qizni ham Baytul Maqdisga taqdim etadi. Ismini ham o'zgartirmaydi. Chunki Maryam degani Allohga abadiy qullik qiluvchi. Ko'p o'tmay Hanna ham vafot etadi. Shu tariqa Maryam hali juda kichikligidayoq ota-onasiz qoladi. Uni xolasi Isha va pochchasi Zakariyo alayhissalom qaramog'iga topshirishadi. Ularning ham farzandi yo'q edi. Bu yerda asarning eng chuqur ma'nolaridan biri ochiladi. Ba'zi buyuk insonlarni na ota, na ona tarbiya qiladi. Ularni Allohning o'zi tarbiya qiladi. Maryamga kafil bo'lishni ko'pchilik istaydi, lekin bu sharaf Zakariyo alayhissalomga nasib bo'ladi. Maryam Baytul Maqdisga olib kiriladi. U yer erkaklar ilm va ibodat maskani edi. U yerda 400 ta o'g'il bola Tavrot yozar, ilm olar, ibodat bilan mashg'ul bo'lardi. Ilgari u yerga birorta ham qiz qabul qilinmagan edi. Lekin tarix o'zgaradi. Bu dargohga ilk bor qadam qo'ygan qiz Maryam bo'ladi. Bu holatning o'ziyoq uning qanchalik tanlangan banda ekanini ko'rsatadi. Maryam bir hujrada yolg'iz yashay boshlaydi. Endi uning hayoti oddiy bolalik emas edi. Uning atrofida sukut, ibodat, parda va ilohiy tarbiya bor edi. Zakariyo alayhissalom ham u bilan parda ortidan gaplashardi. Maryamning butun borlig'i iffat, hayo va poklik bilan o'ralgan edi. Asardagi eng hayratlanarli sahnalardan biri shuki, bir kuni Maryam uxlamoqchi bo'lganida uning qarshisiga ikki hayvon, ilon va arslon keladi. Oddiy odam bunday vaziyatda dahshatdan qotib qolardi. Lekin Maryam ularni yomon ko'rmaydi. Ko'ngli ularga og'maydi. Qo'rqinch bilan emas, sokinlik bilan qaraydi. So'ng uxlab qoladi. Ertasi Zakariyo alayhissalomning qattiq ovozidan uyg'onadi. Bu ilon va arslonlarni bu yerga kim olib keldi? Hamma hayratda. Lekin hayvonlar Maryamga tegmagan, ular hatto uyquda edi. Bu holat Maryamning Allohning alohida himoyasidagi bandasi ekanini ko'rsatadi. Go'yo tabiatning o'zi ham unga zarar yetkaza olmaydi. Quddus podshohi Hirot zolim edi. Asarda yana bir murakkab holat tasvirlanadi.
podshohning xotini Baytul Maqdisga kelmay qo'yadi. Bunga sabab sifatida Maryam bilan bog'liq muhit ko'rsatiladi. Natijada Maryamni boshqa joyga ko'chirishadi. Bu paytda u 12 yoshga kirgan edi. Asar Maryamning pokligini alohida urg'u bilan tasvirlaydi. U shu yoshga kirib ham hali biror o'g'il bolaning yuzini ko'rmagan, bu haqda o'ylamagan ham edi. Vaholanki Baytul Maqdisda yuzlab o'g'il bolalar ta'lim olar edi. Bu uning nafaqat tashqi, balki ichki iffatini ham ko'rsatadi. Oradan vaqt o'tadi. Zakariya alayhissalom va Ishaning ham duolari ijobat bo'ladi. Isha keksaygan chog'ida 98 yoshida homilador bo'ladi. Bu ham mo'jizalarning boshlanishi edi. Keyin esa inson aqli sig'dira olmaydigan yana bir voqea yuz beradi. Maryam ham homilador bo'ladi. Bu yerda asar o'quvchini eng og'ir sinov bilan yuzlantiradi. Chunki Masihning bokira ayoldan tug'ilishi aytilgan edi va endi bu haqiqat Maryam hayotida namoyon bo'lmoqda. Lekin odamlar bu mo'jizani mo'jiza deb qabul qilmaydi. Yana mishmishlar boshlanadi, yana tuhmatlar yog'iladi, yana insonlarning yomon gumoni, shafqatsiz so'zlari, qalbi qoraygan hukmlari ishga tushadi. Asar shu nuqtada juda achchiq bir haqiqatni ko'rsatadi. Odamlar ko'pincha eng pokiza insonlarga eng katta tuhmatni qiladilar. Maryam onamiz go'yo hayotining har bosqichida sig'magan edi. Ona qornidaligida ham mishmish, tug'ilgach ham sig'maslik, ulg'aygach ham odamlarning ichi torligi. Endi esa uning tug'ilajak farzandi ham odamlar orasiga sig'maydi. Bu juda og'riqli manzara. Axir Maryam va uning farzandida nima ayb bor edi? Shundan keyin Maryam boshqa joyga ko'chadi. Xolasi Yahyoni, Maryam esa Isoni dunyoga keltiradi. Ikkisi ham tarbiyali, odobli, pok avlod sifatida ulg'ayib boradi. Lekin dunyo baribir adolat joyi emas. Asarda Yahyo alayhissalom bilan bog'liq voqea ham nihoyatda larzali tasvirlanadi. Mamlakat podshohi bir buzuq istak va pastkash o'yinlar sabab zulm yo'liga kiradi. Bir ayolning hiylasi, bir qizning razil sharti tufayli u Yahyo alayhissalomning boshini oldirishga boradi. Bu voqea insoniyat qanchalik tubanlashishi mumkinligini ko'rsatadi. Ba'zi odamlar o'z so'zidan qaytmaslik, obro'sini saqlab qolish yoki nafsi uchun butun bir inson umrini qurbon qilish darajasiga yetadi. Iso alayhissalom ulg'aygach, odamlarni haqiqatga chaqiradi. U mo'jizalar ko'rsatadi, haqqa da'vat etadi. Lekin baribir hamma unga ishonmaydi. Ba'zilar uni sehrgar deydi, ba'zilar inkor qiladi, ba'zilar ko'r-ko'rona gumon bilan yashashda davom etadi. Ammo haqiqatning bir odati bor. Uni vaqtincha yopish mumkin, lekin yo'q qilish mumkin emas. Asta-sekin odamlar Iso alayhissalom ortidan ergasha boshlaydi. Va bu yerda asar juda go'zal bir xulosaga olib keladi. Bu buyuklikning ildizida faqat mo'jiza emas, balki Maryam onamizning iffati, pokligi va farzandi uchun qilgan duolari bor edi. Bu asar bizga shuni eslatadi. Iffat shunchaki tashqi poklik emas, iffat qalbning pokligi, niyatning pokligi, Alloh bilan orasini pok tutish. Maryam onamizning hayoti shuni ko'rsatadiki, insonni odamlarning gapi emas, Allohning nazari ulug' qiladi. Agar qalb pok bo'lsa, odamlar seni tushunmasa ham, tuhmat qilsa ham, yolg'iz tashlab ketsa ham, Alloh seni o'zi asraydi. Bu hikoya sabr haqida. Bu hikoya hayo haqida. Bu hikoya bir onaning duosi qanday qilib butun bir tarixni o'zgartirishi haqida. Va eng muhimi, bu hikoya bizga savol beradi. Bugun biz o'z qalbimizni qanchalik asrayapmiz? Agar inson hamma narsani yo'qotsa ham, lekin qalbi pok bo'lsa, u hali yutqazmagan. Qalb iffati bizga shuni o'rgatadi. Eng katta boylik qalbdir. Maryam onamizning hayoti buning isboti. U poklik, ibodat va sabr bilan yashadi va aynan shu sabab Alloh uni tanladi. Onasi Hannaning duolari esa shuni ko'rsatadi. Bir onaning duosi butun taqdirni o'zgartiradi. Zulm bo'ladi, tuhmat bo'ladi, lekin baribir haqiqat va poklik yutadi. Agar bu sizni o'ylantirgan bo'lsa, kitobning o'zini o'qing. Chunki haqiqiy ta'sir aynan kitobda. Like bosing, obuna bo'ling va izohda yozing. Keyingi qaysi kitobni chiqaraylik?